Qo'limdagi bu narsaning narxi 4.800.000. Chap qo'limdagi esa atigi 100.000 so'm. Oxirgi 3 yil davomida 100 tadan ortiq tishini yo'qotgan bemorlarga shu kichkina narsani o'rnatib, bitta narsaga amin bo'ldimki, insonlar tishini yosh o'tgani uchun emas, balki vaqtida e'tibor bermagani uchun yo'qotar ekan. Eng achinarlisi shundaki, tishlarni saqlab qolish uchun ko'p xarajat qilish shart emas. Bor yo'g'i tishlarimiz uchun to'g'ri tanlangan tish pastasi, yaxshi tish cho'tkasi va tishlarimizni to'g'ri texnika bilan tozalashi o'zi kelajakda sizni bir necha 10 million implant xarajatlaridan saqlab qolishi mumkin. Keyin bularni barchasi haqida gapirishdan oldin o'zimni qisqacha tanishtirib o'tsam. Ismim Ubaydulloh, Toshkent shahrida joylashgan Medden stomatologiya klinikasining asoschisi va rahbari bo'laman. Va bugungi kunda implantolog va ortoped stomatolog sifatida faoliyat yuritib kelyapman. Shu kungacha 400 ga yaqin implant o'rnatib va ularning ustiga 600 dan ortiq doimiy koronkalarni qo'yib, shu videoni yozishga qaror qildim. Bugungi videoda siz bilan sodda tilda tishlarimiz karieslarsiz sog'lom bo'lishi uchun qaysi tish pasta va tish cho'tkasini tanlashimiz kerakligini, tanlayotganda nimalarga e'tibor berish muhimligini va eng muhimi, tishlarni bitta oddiy texnika orqali qanaqa qilib to'g'ri tozalashni qadamma-qadam ko'rib chiqamiz. Bu videodan keyin tish pastasini tanlash va tishlarni to'g'ri tozalash bo'yicha barcha savollaringizga javob topasiz. Va videoni oxirida sizga maxsus sovg'a tayyorlab qo'yganman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, nimaligini bilib olasiz. Videoni asosiy qismiga o'tishdan oldin bitta muhim tadqiqotda siz bilan bo'lishmoqchiman. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti va Global Burden of Disease tadqiqotlariga ko'ra, bugungi kunda dunyo bo'yicha karies bilan zararlangan insonlar soni taxminan 3 milliard kishi va shulardan 2 milliard katta yoshdagi insonlar, qolgan 514 millioni esa yosh bolalarni tashkil qilar ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Dunyo aholisini taxminan 8.2 milliard deb oladigan bo'lsak, taxminan 10 kishidan 4 tasi karies bilan kasallangan desak bo'ladi. Bu aslida juda ham achinarli holat. Chunki aksariyat holatlarda karies murakkab kasallik emas, balki tishlar orasida qolib ketgan ovqat qoldiqlari, shirinliklar va noto'g'ri og'iz gigiyenasi oqibatida yuzaga keladi. Umid qilamanki, 3 milliard sonini o'zi videoni oxirigacha ko'rishingiz uchun yetarlicha sabab bo'ladi. Chunki keyingi daqiqalarda siz bilan ushbu statistikaga qo'shilib qolmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerakligi haqida ko'rib chiqamiz. Tishlarimizni uzoq yillar davomida sog'lom saqlashning 3 ta asosiy qoidasi bor. Birinchisi, tishlarimiz uchun to'g'ri tish pastasini tanlash. Ikkinchisi bo'lsa, tishlarimizga mos tish cho'tkasini tanlash. Va oxirgi uchinchisi, tishlarimizni to'g'ri texnika orqali tozalash. Qabulimga keladigan ko'plab bemorlarim tishlarni qanaqa vositalar yordamida, qanaqa ketma-ketlikda yuvgan yaxshi degan savollarni ko'p berishadi. Mana shu savollarga qisqa, lo'nda va aniq javob bermoqchiman. Bugungi kunda tish pastalari asosan 2 guruhga bo'lish mumkin. Bular fitor saqlovchi va gidroksiapatitli tish pastalari. Bu ikkala turdagi tish pastalarning asosiy vazifasi tishlarni kariesdan himoyalash va tish emalini mustahkamlash. Fitor bu eng birinchi o'ylab topilgan tishni himoyalovchi element hisoblangan. Lekin 20-asr oxiri, 21-asrga kelib, olimlar tomonidan fitorni ko'p miqdorda ishlatilishi organizmda fluoroz kasalligini keltirib chiqarishi isbotlangandan keyin gidroksiapatitli tish pastalari kashf qilindi. Tadqiqotlar ko'rsatdiki, gidroksiapatit tish emalini mustahkamlashi, emalli mineral tarkibini tiklashga yordam berishi va tish yuzasini himoya qilishini ko'rsatganligi sababli u og'iz bo'shlig'i gigiyenasi vositalarini muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylandi. Bugungi kunda zamonaviy tibbiyot, ya'ni stomatologlar fitor saqlovchi tish pastalarini tavsiya qilishmaydi. Lekin shu joyda bitta muhim istisno bor. Fitor saqlovchi tish pastalari kariesga moyilligi yuqori bo'lgan insonlar uchun oltin standartligicha saqlanib qolyapti. Ya'ni ularni ishlatish keng tavsiya qilinadi. Faqatgina yosh kattalarga, yosh bolalarga tavsiya qilinmaydi. Nega desangiz, taxminan 6-7 yoshgacha yosh bolalar tish yuvish vaqtida tish pastasini yutib yuborishadi. Natijada oldinroq aytganimdek, organizmda fitor miqdori ortib ketganligi uchun fluoroz kasalligi yuzaga keladi. Kattaroq yoshdagi bolalarga keladigan bo'lsa, ular tish yuvish vaqtida tish
pastasini yutmasdan yuvishga o'rganishgan bo'lsa, unda fitor saqlovchi tish pastalaridan foydalanish mumkin bo'ladi. Endi qaysi tish pastalarini tavsiya qilishga kelsak, men ma'lum bir bitta brendi nomini reklama qilish niyatim yo'q. Shuning uchun holatga qarab, yurtimizda keng tarqalgan ma'lum bir brendlarni har bitta holatga bittadan tish pastasini tavsiya qilib o'taman. Agar sizni milklaringiz qonab, parodontit bezovta qiladigan bo'lsa, Splat'ni Здоровый Дёсный pastasi, Roxy bo'lsa Periodont pastasi va Biorepar parodont gel tish pastasini. Endi agar sizni tishlaringizni sezuvchanligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, Splat'ni Sensitive, Roxy ham Sensitive, Biorepar Fast Sensitive Repair pastasini. Tishlaringizni oqartirmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, Splat'ni Extreme Light pastasi, Roxy Activni Calciy va Biorepar Pro White pastasini tavsiya qilaman. Agar hozirgacha aytgan ma'lumotlarim siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, sizdan bitta iltimosim bor. Kariyesga chalingan insonlarning sonini kamaytirishda keling birgalikda hissa qo'shsak. Buning uchun shu videoga like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring va tish pastasi tanlashda ikkilanib yurgan yaqiningiz bilan shu videoni ulashing. Balki aynan siz sabab kimdir o'ziga mos tish pasta tanlar, kariyesni oldini olar. Siz uchun bu bir necha soniya bo'lishi mumkin, lekin kim uchundir tish salomatligi uchun juda katta foyda bo'lishi mumkin. Keling do'stlar, Alloh bergan ne'matga e'tiborliroq bo'laylik. Endi videoni kelgan joydan davom etsak. Endi tish cho'tkasiga keladigan bo'lsak, tish cho'tkalar ikki xil bo'ladi: manual va elektron tish cho'tkalar. Endi qaysi biri afzal desangiz, men manual, ya'ni qo'lda tozalanadigan tish cho'tkalarni tavsiya qilaman. Xo'p, tish cho'tka tanlayotganda nimalarga e'tibor berish kerak? Hozirgi kunda manual tish cho'tkalarni qattiq yoki o'rtacha qattiqlikdagi turlaridan foydalanish tavsiya qilinmaydi. Ularning o'rniga tolalarining soni 5000, 6000 tadan ko'p bo'lgan yumshoq va mayda zich tish cho'tkalari tavsiya qilinadi. Undan tashqari tish cho'tkalarining tolalari toza naylonli, lazer bilan ishlov berilgan bo'lishi va tish cho'tka milk va emalni travma qilmasligi uchun ichki qismi dumaloq shaklda bo'lishi kerak. Tishni tashqi va ichki yuzalarini tozalab bo'lgandan keyin navbat tishi orasidagi ovqat qoldiqlarini tozalashga keladi. Chunki oddiy tish cho'tkasi tishi orasidagi ovqat qoldiqlarini to'liq tozalamaydi. Shuning uchun bizga qo'shimcha gigiyenik vositalardan foydalanish kerak bo'ladi. Bular yorshik, irrigator va maxsus tish ipi. Buni floss yoki zubnoy nit deb ham atashadi. Mana shu qo'shimcha vositalar yordamida tishlar orasida qolgan ovqat qoldiqlari va bakterial qavatni tozalash mumkin. Natijada tish kontakt yuzalarida kariyesning rivojlanishi sezilarli darajada kamayadi. Endi qiziq joyiga keldik. Ko'pchilik stomatologlar va og'iz bo'shlig'i gigiyena vositalarini ishlab chiqaruvchilari tilni ham muntazam tozalashni tavsiya qilishadi. Lekin bu masalada meni shaxsiy fikrim biroz boshqacharoq. Agar tishlar to'g'ri texnika yordamida va muntazam ravishda to'g'ri tozalansa, ko'p hollarda shuni o'zi yetarli bo'ladi. Chunki til o'zini qisman tozalash xususiyatiga ega bo'lgan organ. Shuning uchun tilni har doim ham alohida tozalash kerak deb hisoblamayman. Lekin muhim eslatma, agar tilda qalin oq yoki sarg'ish qoplama bo'lsa va og'izdan noxush hid kelsa, bunaqa holatlarda tilni tozalash foydali bo'lishi mumkin. Lekin shunda ham tilni tozalaydigan maxsus skreboklarni sotib olish shart emas degan fikrdaman. Faqatgina tish cho'tkani orqa qismini o'zida tozalash yetarli deb hisoblayman. Yana bitta eng muhim narsalardan bittasi, tish tozalovchi vositalardan eng afzali men uchun bu misvok. Chunki misvok qariyb 14 asrdirki o'z ahamiyatini haligacha yo'qotmagan. Tish cho'tkalari va tish pastalari o'ylab topilguncha yagona tish tozalovchi va kariyesdan himoyalovchi, eng muhimi og'iz hidini yaxshi saqlovchi vosita sifatida qo'llanib kelingan. Bugungi kunda misvokka, tish cho'tka, tish pasta va irrigatorlarga qo'shimcha vosita sifatida ishlatishni tavsiya qilaman. Endi tishlarimizni necha mahal yuvishga kelsak, o'sha butun dunyo baralla ovoz bilan aytadigan 2 mahal tish yuvishni men ham tavsiya etaman. Kechqurun albatta yotishdan oldin va ertalab nonushtadan keyin. Endi uzoq kutilgan tishlarni to'g'ri tozalash texnikasi haqida gaplashamiz. Tishlarni tozalashni yuqori jag'idan boshlaymiz. Bunda bizda ikkita guruh tishlar bor: kesuvchi tishlar va ikkita yon chaynuvchi tishlar. Avval oldingi kesuvchi tishlarni tashqi yuzasini tozalaymiz. Cho'tkani milk chetiga qo'yib, tishga qaratib, supuruvchi harakat bilan harakatlantiramiz. Har bir sohani taxminan 10 marta tozalash tavsiya etiladi.
Keyin xuddi shu usulda chaynoq tishlarni tashqi yuzasini supuruvchi harakatlar bilan tozalaymiz. Shundan so'ng tishni ichki yuzasiga o'tamiz. Oldingi tishlar ham, chaynoq tishlar ham milkdan tishga qarab supuruvchi harakatlar bilan tozalanadi. Oxirida esa chaynoq tishlarni chaynoq yuzalari qoladi va bu yuzalarni tozalash uchun oldiga orqaga harakatlar bilan yoki kichik aylanma harakatlar bilan yaxshilab tozalaymiz. Shu tariqa yuqori jag' tozalash tugatiladi. Endi navbat pastki jag'da. Xuddi shu ketma-ketlikda pastki jag' tishlari ham tozalanadi. Farqi shundaki, pastki jag'da tish cho'tkasi pastdan yuqoriga, ya'ni milkdan tishga qarab harakatlanadi. Ichki yuzalar ham xuddi shu usulda tozalanadi va chaynoq tishlarni chaynoq yuzalari ham oldiga orqaga yoki kichik aylanma harakatlar bilan tozalanadi. Yana bitta eng muhim narsaga e'tibor bering. Ko'pchilik eng oxirgi chaynoq tishlarini yaxshi tozalay olmaydi. Natijada aynan shu joyda ovqat qoldiqlari ko'p yig'ilib, kariesga uchrash jarayoni ko'p uchraydi. Buni oldini olishni oddiy usuli bor. Buning uchun biz og'izni yopgan holatda tish cho'tkasini oxirgi tishlarga olib boramiz va bu bizga tozalashda qulaylik tug'diradi va shu sohalarni yaxshilab yuvib tashlaymiz. Undan tashqari, aynan shu tishlarning oxirgi yuzasini tozalash uchun maxsus monopuchkoviy tish cho'tkalari bor va shu cho'tkalar yordamida ovqat qoldiqlarini yaxshilab tozalab tashlash mumkin. Hozirgina siz bilan tishlarimiz uchun qaysi tish pastasini tanlash va qaysi tish cho'tkasidan foydalanish va tishlarimizni to'g'ri texnika yordamida qanaqa tozalashni qadamma-qadam ko'rib chiqdik. Lekin bitta muhim narsani unutmang. Agar tishingizda allaqachon karies boshlanib bo'lgan bo'lsa, afsuski uni hech qanaqangi tish pastasi ham, tish cho'tkasi ham va tozalash texnikasi ham davolay olmaydi. Bu usullar faqatgina kariesni oldini olishdagina yordam beradi. Karies bo'lgan tishlarni faqatgina stomatolog yordamida davolay olasiz. Shu uchun ham muammoni erta aniqlash bu juda muhim. Chunki karies qancha erta davolansa, davolash shuncha oson va eng muhimi, sizga moddiy tomondan bir necha 10 million so'm mablag'ingizni tejab qolish mumkin. Eng qimmatlisi, o'z tabiiy tishlaringizni saqlab qolasiz. Chunki hech qanaqa sun'iy tish o'zingizni tabiiy tishlaringizni o'rnini bosa olmaydi. Videoni boshida sizga maxsus sovg'a tayyorlab qo'yganimni aytgan edim. Agar videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, unda sizni tabriklayman. Yuqorida aytib o'tgan gaplarim va gigiyenik holatdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, og'iz bo'shlig'imizni har 6 oyda bir professional tish chistkasi muolajasidan o'tkazib turishimiz kerak. Chunki bu muolaja tishlarimizni professional darajada tozalab, karies hamda milk kasalliklarini oldini olishda yordam beradi. Videoni oxirigacha ko'rgan ekansiz, sizga maxsus taklifim bor. Bu taklifni faqat shu videoni oxirigacha ko'rganlar uchun bermoqchiman. Meddent klinikamizdagi 700 ming so'mlik professional tish chistkasini aynan siz atiga 350 ming so'mga qildirishingiz mumkin. Chistkadan so'ng sarg'aygan tishlar oqaradi, og'iz hidlanishi yo'qoladi va milk xonashidan xalos bo'lib, o'zingizni ancha yengil his qilasiz. Undan tashqari 1+1 bonusidan foydalanib, shu chegirma asosida nafaqat o'zingiz, balki oila a'zolaringizdan yana bir kishini ham professional tish chistkasiga olib kelishingiz mumkin bo'ladi. Chistkadan keyin tishlaringizni ham to'liq ko'rikdan o'tkazamiz. Agar karies yoki boshqa muammo endigina boshlanayotgan bo'lsa, uni o'z vaqtida aniqlab, qisqa muddatda bartaraf etamiz. Va natijada keyinchalik katta davolashlar, ortiqcha vaqt va bir necha 10 millionlik xarajatlarni oldini olasiz. Taklifimni eshitdingiz. Endi sizda ikkita yo'l bor. Birinchisi, videoni ko'rib bo'lib, hech narsa qilmasdan hammasini keyinga qoldirasiz. Lekin unutmang, karies o'z-o'zidan tuzalib qolmaydi. Aksincha, vaqt o'tgan sari u chuqurlashadi. Oddiy plomba bilan hal bo'ladigan muammo keyinchalik kanal davolashga, tishni sinishiga va hatto uni sug'urishga ham olib kelishi mumkin. Natijada yo'qotilgan tish o'rnini implant va koronka bilan tiklashga majbur bo'lasiz va bu sizga bir necha 10 millionlab xarajat qilishingizga olib keladi. Ikkinchi yo'l, hoziroq siz professional tish chistkasiga ro'yxatdan o'tasiz. Muammo endigina boshlangan bo'lsa, uni erta bosqichda aniqlab, kam vaqt, kam mablag' va kam noqulaylik bilan bu muammongizni hal qilamiz. Hozirgi aytadigan gapimni eslab qoling. Kasallikni davolashdan ko'ra uni oldini olish har doim osonroq va arzonroq. Agar taklifim sizga ma'qul kelgan bo'lsa, shu video opisaniyasida tish chistkasi uchun
ro'yxatdan o'tish havolasini qoldiraman. Shu havola orqali anketani to'ldirsangiz, operatorimiz siz bilan bog'lanib, sizni qulay kunga chiska uchun yozib qo'yadilar. Hozirgi bergan chegirmam cheksiz davom etmaydi. Shuning uchun tomosha qilib bo'lishingiz bilan darhol havola orqali ro'yxatdan o'ting. Video foydali bo'lgan bo'lsa, magazinga kirganda qaysi tish pastasini olaykin deyotgan tanishingizga jo'natib qo'ying. Ular ham foyda olishsin. Va kanalimga obuna bo'lishni ham esdan chiqarmang. Bundan da foydali va kerakli videolar hali oldinda. Sizni Meddentda kutaman.